Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Bu men Malohat Eshonqulova Germaniyada xonadonimda mehmonlarim bilan faollar, maslakdoshlarimiz, ularni sizlarga tanishtirishni hojati yo'q. O'zingiz juda yaxshi taniysiz. Muhammad Amin aka Nuroniy. Assalomu alaykum, xush kelibsiz aka. Assalomu alaykum. Bashorat opamlar Shvetsariyadan kelganlar. Assalomu alaykum. Sog' bo'ling opajon, rahmat. Va samarqandlik ukamiz Dilshodjon. Azizlar, Assalomu alaykum. bugun bizni ozchilik bo'lsa ham mana shu faollarimizni Germaniyada yig'ilishini sababini siz yaxshi bilasiz. Mana shu bilasiz, Ukrainaga bosqinchilik urushini boshlagan Vladimir Putin Ikkinchi jahon urushida qilgan Rossiya g'alabasini, o'sha sobiq SSR g'alabasini 80 yilligini katta tantanalar bilan nishonlash uchun katta bayram tadbiri har doimgidek otdan tushsa ham egizdan tushmaydi, parad qildi va hamma vassallarini chaqirdi. Biz faollarni fikrimiz shuki, Vladimir Putin, sen bosqinchilikda, natsistlikda Gitlerni 4-1 yutib ketding. Sen Germaniya o'sha ustidan qilgan Gitler ustidan qilgan g'alabangni bayram qilishga nima deydi, ma'nan haqqing yo'q. Chunki sen o'zing Gitlerdan o'tib ketib, bosqinchilik urushini qilib, shu kecha kunduzda 3 yildan mana ortiq vaqt o'tdi. Ukrainani millionlagan aholisini, nafaqat Ukraina xalqi, balki o'sha begunoh rus xalqini u hech balodan xabarsiz aholining o'zi ham qirilib ketdi. Go'daklar, ayollar qon to'kilib yotgan bir paytda bayramga balo bormi? Ko'nglingga bayram sig'adimi? Yo'q, askarlaringni maqtab parad qilib, u yoqdan bu yoqqa ches bergizib, shaxtam qadamlar bilan o'tkazganingda qudratli bo'lib qolasanmi? Agar armiyang mana shu ko'rgazmaga o'xshab, xo'jam ko'rsinga o'xshab, paradingda o'tayotgan soldatlarga o'xshab shaxtam qadam tashlaganda edi, o'zing maqtangandek Ukrainani 3 kunda olgan bo'larding. Sendachi suv ustidagi ko'pikda yanachi biz mana shunga qarshi norozilik namoyishi tinchlik yo'li bilan demak Germaniyaning Bonn shahrida joylashgan Birlashgan Millatlar Tashkilotini binosi ostonasida tinchlik yo'li bilan norozilik namoyishini o'tkazishni niyat qilgan edik va shuni boshladik. Nimaga? Chunki Putin bundan tashqari nima deydi? O'zini vassallarini chaqirgan, bu yerga borishni inkor qilishga jur'at etgan prezidentlar ham bo'ldi, lekin ming afsuski O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev xalqimizni sho'riga sho'rva to'kib, nafaqat o'zini yugurdiklari bilan, balki armiyasi bilan hamma, kimda hisobidan bordi u Mirziyoyev. Shuncha soldating, o'zingku o'zing, yugurdaklaring, shuncha soldat Putin soqqasini to'lamagandir, yo'l kirasini, mehmonxonasini, yeb ichishini, oziq-ovqatini, yana o'sha seni xorijiy davlatlardan Mirziyoyev olgan milliardlagan kreditingni 50%, 36%ga xalqqa kredit qilib tarqatgansan. Mana shunday bo'lib yotgan xalqni yeyishga noni yo'q. Ular to'lagan soliqlarini hisobidan yugurib borib qulluq qilib turibsan. Haligi bittasi yozuvdi-da, Muhammad Amin aka. 2 kemaga o'tirganni bitta yirtilib ketadi. Ham Amerikani, Yevropani ham qo'yib yuborgisi kelmaydi. Nima deydi? Putinni etagini ham qo'ymaydi. Bu yerda Xitoyga ham Xitoy muammosi yetarli turibdi. Xitoyga ham suykalib qo'yadi-da.
ana shunga qarshi biz norozilik namoyishi o'tkazmoqchi edik. Kimdir hisobidan askarlarni shotirlaring bilan Putinni paradiga olib borasan. Bu nima ahvol? Har yil olib borarmidi soldatlarda bu? Yo'q, bu olib bormasdi. Yomonni bir qilig'i ortiq deb o'zing borgan minglagan soldatga nima bor u yerda? Oilasi bilan borardi o'g'illar. Ana shunga qarshi biz namoyish o'tkazishni niyat qildik va boshladik. Ming afsus, men o'zimni qizimni davolatish borasidagi tashkiliy ishlar bilan bo'lib o'zim qatnasha olmadim. Shunday bo'lsa ham, kamchilik bo'lsa ham kelib hamma nafas qo'yib turdik, bir-birimizga maslahatlashdik. O'tkazishga o'sha rejani barbod qilmaganlaringiz uchun ming rahmat. Chunki bu yerda termin degan narsa bor. O'sha haligi O'zbekistonni maxsus inson huquqlari bo'yicha ma'ruzaschisi bilan nima deydi, o'zimni arizamda yozib, oldinroq termin belgilashlarini so'rab iltimos qilgan edim. Mana shunga to'g'ri kelib qoldi. Uzrli sabablar bilan to'g'ri tushunganlaringiz uchun rahmat. Meni to'g'ri tushunganlaringiz uchun. Endi bundan tashqari o'sha nima deydi, mana bu alakani itiga o'xshab lukullab Putinni quchog'iga o'zini otgani, askarlar bilan birgalikda shotirlari bilan unga qarshi, Putinni paradiga qarshi va yana hali Andijon qirg'inining 20 yilligi haligacha jinoyatchilar jazolangani yo'q. Mana shuni ham nima xalqaro jamiyatdan, xalqaro demokratik davlatlardan, xorijiy demokratik davlatlardan so'rash kerak, yetkazish kerak, talab qilish kerak. Jinoyatchilar jazosini olsin, qanchadan qancha Afg'on nimada Andijonda qirg'in barot keltirib chiqqanlar. O'shanda bosh vazir sifatida boshqosh bo'lgan Mirziyoyev, Inoyatov, Almatovlar bilan, to'g'rimi? O'zi o'lib qutuldi. Lekin Mirziyoyev kichkina odam emas edi, ikkinchi odam edi mamlakatda bosh vazir. Xullas mana shular. Kechagi mana shu 8-9 kuni o'tkazgan norozilik namoyishlaringiz haqida gapirib bering. Nima uchun yildan burun ijtimoiy tarmoqda rasmlar sizib, salbiy maqolalar Mo'tabar Tojiboyevani tarmog'ida, Facebook tarmog'i sahifasida tarqaldi?